Mana do'konni ham o'mardim. Endi uyimga kirib olsam, biroz nonushta qoldim. Sal bo'lsa ham hayvon-payvonlardan to'sib turadi shu. Odamlar sal qiynaladi. Kirishga hot-dogdan biroz tatib ko'raman. Vau, muncha zo'r bu hot-dog. Gazirovka ichamiz. Vau! Juda ham zo'r ekan, buni qaranglar. Tez yugurish berdi menga. Tez yugurib olaman endi. Keyin yana hot-dog, boshqa narsalar ham borki. Ertaga ishga chiqaman. Anchagina quvvat bo'ldi. Talabam bo'libdi. Endi asta ishga chiqaveramiz. O'zi bu muzlarni odamlar yomon desa, men uncha yomon emas, chunki shaharimizda axlatlar, shularni tozalovchi shular bo'ladi. Bo'lar ekan. Mana ularni olib chiqsam, mana buni ham olaman. Ichma buni. U bitta akalar, buni qaranglar. Yaxshi, shuncha butilkalar o'yilib ketgan ekan shu eski uy orqasida. Mana bu yerdachi 6 ta yaxshi. Eskani uyga borib sandiqlarimni olib ketishim kerak edi, nima qilsam. Sandig'imni olib ketsam, sandig'imni olib kelsam, narsalarni qo'yib qo'yasan ovqatlarimni. Borib olib kelay hozir. Hey, yaramas alkashlar, o'zim narsalarimni olsam maylimi? Olaver, o'zing nimang bor edi? Mana sandig'imni olsam yetadi, bochka uncha shart emas menga. Mana bo'ldi, men shu sandig'imni oldim. Boshqa ko'zimizga ko'rinma, bo'lsa kaltakaysan. Qo'dur olsa. Men shu yerga sandig'imni qo'yib turay, keyinroq kelib narsa olib chiqardim, keyin kelib to'g'rilayman narsa. Mana bularning ichida 6 ta, 5 ta, anchagina ko'p narsalar yig'ilib qolibdi-ku. 8 ta narsa. Anchagina narsalar meni uyimni oldida. Uyim. Eski narsalar ham turibdi. Odam ko'chib kelgan dedi Jamol. Yaxshi, yetadi. Shu bugunga yetarli pul bo'ladi shu butilkalar. Salom, yaxshimisizlar? Yo'qol, o'g'rivachcha. Senlar o'g'risanlar. Menga tuhmat qo'yishdi. Qanaysan? Yaxshi, rahmat. Mana shu bo'mizlar men bilan yaxshi muomalada. Mana bular birontasi yaxshi muomalada emas. Mana bular qarasin. Mana yana butilka olib keldim. 43 ta 17 ta. 60 dollar olaman. Ha, olaver. Anchagina pul bo'lyapti. 1 dollardan hisoblasam. Butilkalarni 13 dollar pulim bor, yaxshi. Sog' bo'linglar. Xo'p, mayli, ketaver. Sizlarga shashlik berib ketay. Olinglar shashlik. Qayerdan shashlik? Ha, o'zim bir qilib ko'rgandim, tayyorlagandim, yaxshi chiqibdi. Yeb ko'ringlar, baho berasizlar. Tashlab yuborishmasa bo'lgan hali. Nima, sen siqilib qolding? Ha, men bechora pullarimni o'g'irlatib qo'ydim. Ha, qiyin bo'pti senga. Hamdardman.